Assalomu alaykum hammaga. Bugun dars temamizda 101-elementi Mendeleyev bilan tanishamiz. Mendeleyev Dmitriy Mendeleyev sharafiga qo'yilgan atom raqami 101 bo'lgan kimyoviy elementdir. Mendeleyev MD belgisi bilan ifodalanadi. 1955-yili amerikalik olim Glenn Theodore Seaborg tomonidan kashf etilgan. Xarakteristikasini ko'radigan bo'lsak, atom raqami 101, atom massasi 258, normal sharoitda Mendeleyev qattiq, rangi noma'lum, klassifikatsiyasi metal, elektromanfiyligi 1.2, qaynash temperaturasi noma'lum, erish temperaturasi 1100 Kelvin yoki 827 Selsiyda bo'ladi. Zichligi noma'lum. Bu olimning rasmini ko'radigan bo'lsak, Glenn Theodore Seaborg 1912-yilda tug'ilib, 1999-yilda vafot etgan. Bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, Mendeleyevning kimyoviy belgisi MD, atom tartib raqami 101, nisbiy elektromanfiyligi 1.2, atom massasi 258, elektron konfiguratsiyasi 5F12 7S2 bo'ladi. Bu yerda jicha xatoli yozilib qolgan. 5F13 deb yozilib qolgan. O'zi to'g'risi 5F12 7S2 bo'ladi. Tasvirini ko'radigan bo'lsak, ushbu kimyoviy elementning tasviri mavjud emas. Atom tuzilishini ko'ramiz. Atom tuzilishida Mendeleyevda 101 elektron bor. Bu 101 elektron atomda to'xtovsiz harakatlanadi. Ko'rishimiz mumkin. Atom markazi proton va neytrondan tashkil topgan bo'lib, 101 protoni bor va 157 ta neytrondan tashkil topgan bo'ladi. Bugun Mendeleyev haqida o'rganadigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Rahmat hammaga.